uyimizni kiraverishi, uyni ichidan mana suv o'tgan. Uyimizni holati juda ham chiroyli. 7 sotix ichkari 4 burchak joy, 6 xonaga beton quyilgan. Narxi 40 ming. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor ekan. Mana bu ariqni ko'ryapsizlar, uyni ichidan o'tganini chiroyli qilib beton qilib qo'yibdilar. Ustiga temir tashab turib chiroyli qilib, xullas nimalarnidir fantaziya qilyapsiz, chiroyli. 1 sotix yeri bor, buni hisoblamaganmiz, kiraverish. Bu bonus. 7 sotix hisoblayapmiz. Xolos siz mekka qo'ying, robotni xolos nariyoqqa qo'yib oling, u siz ishingiz. Telefon qilaverasizlar, baraka qilaveramiz, bemalol cho'chimasdan. Narxini 40 ming aytyapmiz. Telefon qilsang kelishadigan xonasi bor. Betonlari ham bonni podushkali qilib chiroyli quyilgan. O'zi holati ham ko'rinib turibdi betonni. Bu tomonini ham mana devor beton urib qo'yilgan. Ko'tarib olsangiz bo'ldi. Nari tomoniga ham beton quyilgan. Bu tomoni ham hamma yo'g'iga beton quyib qo'ygan. Uyni ko'tarib olsangiz bo'ldi. 40 ming deyapmiz, kami bor. Soda bo'layotgan joy ekan. 7 sotix 6 xonaga beton quyilgan. Gaz, suv, svet hammasini to'lovlarni qilib qo'yilgan ekan. Mana shunaqa chiroyli Qumtepada biz. Qumtepada Dehqon bozorining orqasi desa ham bo'laveradi. O'sha Dehqon bozorining orqasida katta yo'lga juda ham yaqin. Chiqishingizga 100 metr, 150 metrdan keyin katta yo'l. Telefon qilsangiz baraka qilib yuboramiz. Mevali daraxtlari bor ekan, chiroyli salqin orqalari, nari tomoni hamma yo'g'i qo'shni ekan. Barakaga sizlarga nima qilib beramiz.